Davron aka, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Aka, charchamayapsizlarmi? Tinchmisizlar? Yangi texnika kirib ketdimi? Yo'q, aka, bu yangi texnika deb bo'lmaydi, chunki mana 1 kubalik pogrushklarimiz ko'p obzor qilganmiz. Faqat nimasi yangilik bo'ldi? Juda ko'pchilik talab qilishuvdi, so'rashuvdi bizdan. Mana shunaqa fermer xo'jalik akalarimizga kerak ekan, ishlatadigan, keyin chorvador akalarimizga kerak ekan. Mana bunaqa sixvatka. Buni bilasiz, o'sha fermer xo'jalik ishlarida har xil somonlarni press qilishda, chorvador akalarimizga yem xashaklar tashuvida zo'r ish beradigan mana bunaqa sixvatkali variantlari keldi. Paxta zavodlarida ham ishlatsa bo'ladi, adashmasam. Ha, paxta presslari va shu zo'r bo'ladi bunda. Bo'lmasa aka, qarang, bir qisqacha bir savollarni beraman. Texnika haqida bir ma'lumot bering. Obunachilar uchun. Bemalol. Keyin mana sixvatkalar haqida ma'lumot bering. Keyin narxlarni aytsak, to'liq tanishtirib chiqsak bo'ladimi aka? Bo'ladi, bemalol. Nima savolingiz bo'lsa beravering. Xo'p, aka, qarang, buni o'zi ot kuchi qancha aka? Shundan boshlaylik birinchi motor qismidan. Motor qismiga keladigan bo'lsak, apparat motor, salarga tanlamaydi. Xo'p, 4 ta porshinli, bemalol turbina motor hisoblanadi. Nagruzkalarda ham o'zini ko'rsata oladi, ishlatib bera oladi. Undan tashqari 79 ot kuchi. Ha, zavodskoy 1 yil garantiyalari bor. Motorlariga, korobkalariga, most qismlariga. Adashmasam bir 40 litrlik ekan, baki ham. 40 litrlik-da, yo'q, 40 litrli. Motorni ko'rsatsak bo'ladimi aka? Bemalol. Kel. Yopiq ekanmi deyman? Ochiq. To'xtang, bu o'tib oling. O'tib oling. Ochib bering. Mana. Ko'rsating bemalol. Ventilator, radiator, hamma narsa turbina mana ko'rishingiz mumkin. Zo'r. Bu MTZ motorlarga o'xshar ekanda, ha, oddiy-da, hadi buzilavermaydi. Nobodi bir narsa bo'lgan taqdirda ham bemalol o'sha ishlatayotgan odamning o'zi ham bundoq qarab turib chumol oladi, tuzata oladi, zapchaslari ham любой joyda bor, arzon. Bemalol. Buni bitta yopib olaylik aka, oldinga chiqib olaydi. Aka, xo'p, motorni ko'rdik hozir. Yaxshi. Buni rasxodi qancha aka? Men soatiga deydi, to'g'rimi bularni? Motochas deydi. Motochasga bular rasxodi qancha aka? Qarang. Anaqada nagruzkada ishlagan paytida. Maksimal demoqchisiz. Maksimal motochasga ishlatadigan bo'lsa 6,5-7 taga boradi. Maksimum. 6,5-7 ta? Da. Bu rasxodi ekonomik hisoblanadi. Menimcha bir grubiroq qilib aytyapsizmi, o'rtachasimi bu? Bu tak, eng grubisi bu. Bo'lmasa maksimalni, bo'lmasa 6 ta. 6 ta, balki 5 ta. O'rtacha 6 ta. Shunaqa. Yo'q, gap yo'q. Shunda aka, qarang, buni hozir mana bu sixvatga faqat o'zi, to'g'rimi? Komplektda boshqa hech narsa yo'q, ha? Yo'q, qarang, komplektida mana bunaqa kovshasi bor. Mana bunaqa kovsha. Ha, 1 kubalik kovsha komplektida. Unga alohida pul to'lanmaydimi? Yo'q, u bitta komplektda hisoblanadi. Mana shu sixvatkali kovshi bilan u kovsh qo'shib beriladi. Shunaqa. Xolasa kovsh qo'yib olib ishlatadi. Xolasa uni qo'yib ishlatadi. Ishiga qarab. Da. Zo'r tomoni shunda-da. Keyin aka, qarang, buni kovshini xolasingiz ko'rsataman, xolasingiz bitta ishlatib ko'rsatib beramiz buni. Yo'q, uni narxini ayting birinchi. Narxini eshita oling, bitta ko'rishsin, qanaqa ishlashlari, baland ko'tarishlarini. Bo'pti. Narxini aytamiz обязательно. Bo'ldi aka. Давайте, bratan, bitta ishlataylik. Полностью. Ko'tarish balandligi ham 3 metrdan oshadi buni. 3 metrdan oshadi. Bemalol 25 tonnaliklarga yuk yuklasa ham bo'ladi. Vilichni qara qilib ishlatsa ham bo'ladi. Shopirimiz yengimi deyman? Davay, ochib yopib polni. Oho, katta ochiladi, jag'i katta ochiladi. Qarang. 1 tonna, 2 tonna presslar ketib qolaveradi ichiga. Bu orqada silindrlari bormi? Silindrli, gidravlika zo'r ishlaydi. Silindr bor ekan. Da. Bu yerdan ulangan. Shunda hozir buni ochsak, mana bu yo'g'ini kara qilib ishlatsa ham bo'ladimi shunda? Ha, aytdim-ku, vilichni kara qilib bemalol ishlatsa bo'ladi. Buni funksiyalari ko'p. Hozir shunda bitta pogrushchiga olinsa, ham kovsha bilan pogrushchi qilib ishlatsa, ham kara o'rnida ishlatsa, ham sixvatka o'rnida ishlatsa ham bo'lar ekan. 3 ta 4 ta funksiyani bajarsa bo'ladi. Bemalol. Adashmasam, bu mana tepa qismini ham yechib qo'ysa bo'ladimi? Yechib qo'ysa bo'ladi. Vilichni kara qilib ishlatsa qoladi. Mana buni ham qarang, tishin uzunligini. Bemalol. 1 metrdan oshiq. Tishin uzunligi. O'zi ancha baquvvat ekan, mana teglari ham to'ldirilgan ekan. To'ldirilgan. Bu prosta ichi bo'sh emas, buni to'ldirilgan. Svarkalari sifatli qilingan mana. Bir sloy qilib, ustma-ust qilib
sifatli qilingan. Aka qarang, buni hozir nalichida bemalol, ha? Podpischilar, obunachilar kim olmoqchi bo'lsa, kelib olib ketaversa bo'ladi, to'g'rimi? Juda bemalol emas. Hozir to'g'risi juda ko'pchilik so'radi. Biz hozir probaga 2 ta olib keldik. Nasib qilgani. Kim olsa o'sha olib ketishaveradi. 2 dona bor hozir bunaqa sifatkaligidan. Ha, shunda xo'p qarang aka, hozir 2 dona dedingiz, ha? Men ko'sha mana bu deb uzoqdan ko'rsatyapmiz-da. Mana shu ko'shani o'zimdan ushlab ko'rsak bo'ladimi? Aynan mana shu 1 kubalikni ko'shidanmi yo men o'ylayotgan narsam aka, qo'shib berilayotgan bo'lsa sifati yomonroqmi degan to'g'ri taxminim bor-da. Yo'q, ko'shasini arzonroqqa o'sha qo'yib yuboryapsizlarmi degan fikrim bor. Qarang, bu o'zi ko'shasi o'zi bilan birga komplektda kelgan. Bu ham spets zakaz qilib kelingan. Hozir как bonus sifatida buni ham bir proba qilishsin, ishlatishsin, chunki buni olib talabgorlar juda ko'p. Reklama bo'lgandan keyin olgan odam o'zi ishlatib ko'rgandan keyin, qayerdan olding bunaqa narsa? Noyob-da bular. Qayerdan olding deb sherigi so'raydi. Keyin unga ma'qul kelgandan keyin u keladi. Shunga biz zakaz qilib olib keltiraveramiz. Hozircha nalichada tayyor turgani 2 ta. Hozir bu ko'shasini ko'rib olsak ham bo'ladimi? Yuring, o'sha ko'shasiga olib bormoqchi edim o'zi. Qaralar bor, 05 kubalilar yangi keldi. Ularni ham video qilsak bo'ladi. Mana. Xuddi o'sha ko'shingizdan. Mana. Mana bu, ha? Xuddi o'sha ko'sh 1 kubalik. Qarang, mana shunda 2 ta ko'sh qo'shib berilyaptimi? Yo'q, bu boshqa, bu zakazga kelgan ko'sh. Mana sarig'i kichkinasi zakazga. Boshqa mijozi zakaz. Olib ketishadi buni. Mana bu orqasidagi ko'shi. Mana qora ko'sh, ha. Xuddi o'shandan ekan, ha? Xuddi shuni o'zi. O'zini ko'shasi. Tagida bo'yi qizil anaqalari ham bor ekan, chiziqlar. Xuddi shundan ekan. Zublari hammasi. Xo'p, aka, endi bu yerga keling, bir narxini gaplashaylik aka buni. Tak. Hozir shunda aka qarang, bularni narxini aka bo'lishini qilib ayting. Birdaniga boyaga mana buncha edi, buncha qilib beramiz emas, bo'lish narxlarini ayting aka. Konkretni qancha qilib berasiz? Mana hozir sizning kanalingiz nomidan keladi ertaga bir kishi so'rab. Qarang, narxlarni qanaqa qilib beramiz buni? Endi o'zbekchilik bu yo'q, biz o'zbekmiz. Otang bozor, onang bozor degan narsa bor. Men hozir narx aytaman, o'zi 235 million deyapmiz narxini. 230 million qilib beryapmiz, bo'ladigan tekis narxi. Endi xaridori ham har xil bo'ladi. Misol kelib, ko'zlari bilan ko'rib, shuni olaman, menga ma'qul deysa, keyin yana gaplashaveramiz. Tushunarli. Yana gaplashadigan joyi bor. Bor. Lizing kreditlar qilsak bo'ladimi? Bo'ladi. Lizing asosida ham, kredit asosida ham bo'ladi. Misol uchun o'sha fermer xo'jaliklariga yoki firmalarga olishadigan bo'lishsa, boshlang'ich 30% bilan chiqarib beramiz. Boshlang'ich 30% to'lov bilan, ya'ni agar частный лицоga bitta pasport bilan olamiz desa, uni ham iloji bor. Boshlang'ich 40% to'lov bilan 3 yildan 5 yilgacha olishlari mumkin. 5 yil ham qilsa bo'ladimi? Endi uni nimasiga qaraladi? O'zining kriteriyalari bor, o'shalarga qarab ilojini qilib bersa bo'ladi. Boyaga endi deb cho'ziladigan bo'lsa, demak, oddiy odamga 5 yilga olish sal qiyinroq. Uning uchun o'sha firmalari, fermer xo'jaliklari, оборотлari hammasi joyida bu soliqlardan qarzi bo'lmasa, tushunarli. Aka qarang, lizinglarning foizlari qanchadan chiqyapti sizlarga? Lizinglarning foizlari, misol uchun, yillik foizi eng hozir optimal lizing bo'lib qoldi. Ishni ham tez bitirib beradi. Mikro lizingdan 16% bilan yillik foiz chiqarib beramiz. Shunda yillik 16% bilan 3 yilga chiqazib berasizlar. Chasniga bitta pasport bilan 40% ni to'lash kerak. Boshlang'ich to'lovsa, chasniga ham fermer xo'jaligi ham yillik foizi bir xil, 1 yilga 16%. Qarang, men 3 oyda bir, 6 oyda bir to'lov qilib olsa ham bo'ladimi? Bo'ladi, faqat fermer xo'jaliklari uchun. Firma yoki MCHlar uchun, fermer xo'jaliklari uchun 6 oyda bir. Chasnilarga maksimal 3 oyda bir 3 oygacha qilib beramiz. 3 oyda bir to'ladigan qilib bersak bo'ladi, chasni. Bo'ladi, ilojisi bor. Bo'ldi. Aka, rahmat. Xursandmiz. Sog' bo'linglar, kelib turinglar. Obunachilar, like, komment yozinglar fikringlarni, yana qaysi texnikalarni ko'rish xohlaysizlar shu yerdan yozsanglar, men Davron aka bilan birgalikda to'liq obzor qilib beramiz. Bemalol, doim tayyormiz. Sog' bo'linglar.